Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, barchangizga xayrli kech bo'lsin. Do'stlar, bugun internetda hech qanday sarmoyasiz zadaniyalar bajarib, pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Bunda bizga Unu sayti yordam beradi. Bu sayt do'stlar anchadan buyon ishlab va to'lab kelyapti va boshqa zadaniya bajarib ishlaydigan saytlardan yuqori narxda to'laydigan sayt do'stlar. Saytga gap bo'lishi mumkin emas. Mana 577 mingta odam aktivni ishlayapti bu yerda. Aktivni ishlayotganlar do'stlar. Shunchaki ro'yxatdan o'tib qo'yib, anaqa qilayotgan. Shunchaki statistika emasda, aktivni ishlayotgan odamlar 577 mingta. Sayt ochilgandan buyon 105 millionta zadaniya joylangan saytga. Va sayt haqida 4 million 700 mingta otziv qoldirilgan. Bu juda zo'r ko'rsatkich do'stlar. Saytga gap bo'lishi mumkin emas. Sayt manzili video ostida va kommentariyada bo'ladi. Ustiga bosasizlar, ko'k yozuvda saytga olib kiradi. Kirganingizda mana shunday oyna ochiladi do'stlar. Исполнитель ustiga bosamiz. Bu zakazchi, bu saytga zakaz beradiganlar. Исполнитель pul ishlaydiganlar. Исполнитель ustiga bosamiz. Xo'sh, registratsiya tugmasini ustiga bosamiz. Registratsiyani yaxshilab ko'rib olasizlar do'stlar, chunki ro'yxatdan o'tish boshqa saytlarga o'xshab oddiy emas, adashib ketishlaringiz mumkin. O'shaning uchun to'liq ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Bu yerga email manzilimizni yozamiz do'stlar. Google'dan ro'yxatdan o'tganda email manzili bo'ladi-yu. O'shani yozamiz va dalay tugmasini bosamiz. Endi bu yerga ism yoki nick xohlagan kanalimiz nomini yozib qo'yamiz. Siz xohlagan ismingizni yozishingiz mumkin xohlasangiz. Ya'ni robot kapchani teramiz. Velosipedni tanlang deyapti. Подтвердить bosamiz. Готов bosamiz. Bu ism ro'yxatga olingan deyapti. Yukesh 11 qilib ko'ramiz qani. Mototsikl. Sizlarda ham xuddi shunday muammo chiqsa, ismni o'zgartiramiz do'stlar. Подтвердить bosamiz. Готов bosamiz. Bo'ldi. Ro'yxatdan o'tdik. Endi bu yerda исполнительni tanlaymiz. Zakazchikni emas, исполнительni tanlaymiz. Ustiga bosamiz. Подписаться Telegram. Ustiga bosamiz. Mana bu silkani ustiga bosamiz. Bizni Telegramga olib o'tadi. Bu ko'k yozuvga bosmaymiz. Mana bu silkani ustiga bosamiz. Ustiga bosamiz, bizni Telegramga olib o'tadi do'stlar. Telegramni belgilaymiz. Qo'shilish tugmasini bosamiz. Sukut qilib qo'yamiz. Qo'shish tugmasini bosdik. Endi saytga qaytib olamiz do'stlar. Endi я выполнил ustiga bosamiz. Endi yana mana bu silkani ustiga bosamiz. Войти через Telegram bosamiz. Telegram ochgan raqamimizni bu yerga yozib olamiz do'stlar. Keyin dalay tugmasini bosamiz, bizni Telegramga olib o'tadi. Dalay tugmasini bosganimizdan keyin do'stlar, bizni Telegramga olib o'tmaydi ekan. Shunchaki Telegram tugmasini bosganimizdan keyin bizga Telegramga xabar kelar ekan, Telegramning o'zidan tasdiqlash tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Shuni qoldiramiz va saytga qaytamiz. Saytga qaytsak, mana принять tugmasi chiqadi. Tushunarli? Boya dalay tugmasini bosdik-ku. O'sha raqam shu bo'yicha turadi. O'sha holatda qoldirib biz Telegramga o'tamiz. Tasdiqlash tugmasini bosib, o'sha holatda qoldirib, yana saytga qaytamiz. Принять bosamiz. Bo'ldi. Bizning Telegramimiz привязан. Bizning Telegramimiz saytga ulandi. Endi bizga
Sayt emailimizga xabar jo'natgan do'stlar. Mana do'stlar, emailimizga kelgan xabar. Agar xabar emailda ko'rinmasa sizlarga emaildagi spam bo'limini ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana ko'k yozib turibdi. Account verify. O'shani ustiga bosamiz, saytga olib o'tadi. Xohlasangiz ruschaga tushunmasangiz tarjima qilib olishingiz mumkin do'stlar mana. Tarjima qilish. Siz saytning barcha funksiyalaridan foydalanish huquqiga egasiz. Vazifalarni bajarishni boshlashdan oldin siz asosiy maqomni olishingiz kerak. Asosiy maqom ustiga bosamiz. Yana Telegramga obuna bo'lishimni so'rayapti. Bosamiz ustiga. Buni qilgandik-ku. Email tasdiqlaganimizdan keyin yana bir men buni qildim, bosamiz. Bo'ldi. Katta rahmat. Siz test topshirig'ini muvaffaqiyatli bajardingiz. Endi siz vazifalarni qidirish sahifasiga o'tishingiz va pullik vazifalarni bajarishni boshlashingiz mumkin. Tarjima qilishni bekor qilamiz. Poisk zadacha bo'limiga o'tamiz. Bo'ldi do'stlar. Biz to'liq ro'yxatdan o'tdik. Tushunarli? Mana vazifalar. Oddiy podpiska uchun, Telegram podpiska uchun 10 rubldan beryapti do'stlar. Telegram podpiskasi 8 rubl. Vkontakt 1,5 rubl atrofida. Xohlaganingizni bu yerda bajarishingiz mumkin. Yuzlab, minglab zadaniyalar chiqadi bu yerdan. Do'stlar, mana показать еще bosamiz. Mana yana zadaniyalar chiqib turadi mana. 100 rublik zadaniyalar ham bor. Подпишитесь на Telegram stranam. Qanaqa vazifalar bajarishingizni ko'rsatib o'tadi. Har xil vazifalar bor bu yerda. Ko'rib turibsizlar. Xuddi shunday do'stlar. Tugab qolsa yana показать еще. Butunli vazifalarni tugatib tashlasangiz, yana yangilanadi vazifalar. Bu yerda qancha ko'p zadaniya bajarsak do'stlar, shunchalik bu yerda darajamiz oshib boradi. Darajamiz oshgani sayin bizga qimmatroq vazifalar kelaveradi do'stlar. Tushunarli? Mana yuqorida 3 ta nuqtani ustiga bosamiz. Mana bu yuqorida 3 ta nuqta brauzerniki. Chrome brauzerda ochish, brauzerga o'tib olamiz. Tarjima qilib ko'ramiz. Mana tepadan nima deyapti? Do'stlar, hozircha barcha qidiruv vazifalari mavjud emas. Bir ikkita vazifani bajaring va ular uchun pul oling. Shunda mavjud vazifalar ro'yxati sezilarli darajada kengayadi. Hozirda jami 475 ming rubl miqdorida buyurtmalar mavjud. Ko'rib turibsizlar do'stlar. Biz hali yangimiz. Bir ikkita vazifalarni bajarib to'lov olganimizdan keyin bizga yanada ham ko'proq vazifalar chiqar ekan va qimmatroq vazifalar chiqadi do'stlar. Tushunarli? Endi do'stlar, bu yerda profilimizni sozlab olishimiz kerak. Profilimizni sozlab olsak, bu yerda zadaniya beruvchilar bizga ishonchi ortadi va bizga ko'proq vazifalar chiqadi ekranimizda. Ya'ni vazifa beruvchilar bizni bloklamaydi-da. Ko'proq vazifalar chiqadi. Buning uchun mana bu 3 ta chizcha ustiga bosamiz saytniki. Настройки bo'limiga kiramiz. Bu yerda mana ismimiz yozilgan, emailimiz tasdiqlangan. День рождения. Bu yerda tug'ilgan kunimiz, oy, yilni yozamiz. Bu yerda jinsimizni belgilaymiz. Bu yerda telefon raqamini yozamiz. Plyusni yozmaymiz. 99 dan boshlaymiz. 998 masalan qo'ygan davom etaveradi. Yozib, сохранить belgisini bosamiz. Xo'sh. Hozir to'ldirib olib videoni davom ettiramiz. Chunki video cho'zilib ketishi mumkin. Do'stlar, telefon raqamini joyini to'ldirib, сохранить tugmasini bossak, sizga ko'rsata olmayman. Oxirida telefon raqamini yozgandik-ku, bu yerga telefon raqamini yozib, сохранить tugmasini bosamiz, bizga подтвердить yozuvi chiqadi. Подтвердить yozuvini ustiga bosamiz do'stlar.
telefon raqamini yozib, saqlanib tugmasini bossak, подтвердить chiqdi. Подтвердитni ustiga bosgandik, bizni Telegramga olib o'tdi yana. Bu yerda dani bosamiz. Bu yerga emailni ham kiritamiz do'stlar. Saytdan qaysi emailda ro'yxatdan o'tgan bo'lsak, o'sha emailni kiritamiz bu yerga. Emailni kiritganimizga oxirida joy qolib ketmasligi kerak. .com da tugash kerak. Mana buni Telegram yozuv belgisini ustiga bosamiz. Bo'ldi do'stlar. Xohlasak endi Telegramni ichida ham purishlashimiz mumkin. Poisk задача tugmasini bosib. Mana подтвердить nomer yozamiz. Подтвердить nomer telefon. O'shani ustiga bosamiz. Kontaktni ulashish yozuvini ustiga bosamiz. Shu bilan telefon raqamimiz tasdiqlanadi do'stlar. Keyin saytga qaytib olamiz. Mana saytda qaytganimizdan keyin сохранить tugmasini ustiga bosamiz do'stlar. Подтвердить bosmaymiz. Boya bosgandik. Сохранить tugmasini ustiga bosamiz. Shu bilan подтвердить yozuvi yo'qoladi. Yo'qolishi kerak. Agar yo'qolmasa, yana Telegramga qaytamiz. Telegramdagi boyagi botga va Telegramga qaytib oldik. Endi yana telefon raqamimizni tasdiqlab olishimiz kerak botning ichida. Mana bu pastda burchakda telefon raqamini tasdiqlash bo'limi bor edi-yu, o'shani bosamiz. Kontaktni ulashish chiqadi. Yana kontaktni ulashish bosamiz. Ikkinchi qayta ulaymizda saytga. Yana bir marta tasdiqlab olamiz. Kontakt ulashish yana bir marta bosib olamiz. Keyin yana saytga qaytamiz. Saytga qaytdik. Bu yerda сохранить tugmasini bosamiz. Shu bilan telefon raqamimiz tasdiqlanadi. Подтвердить yozuvi yo'qolishi kerak. Yo'qolmaguncha tasdiqlanmagan bo'ladi. Сохранить tugmasini bosamiz. Shu bilan tasdiqlanadi do'stlar. 2 marta yoki 3 marta qilib ko'ramiz. Keyin do'stlar, saytda ishladingiz bugun, saytdan chiqib ketdingiz. Ertasi kuni kirdingiz. Kirayotganingizda login parol so'raydi. Login bu yangilar uchun tushuntirib o'tishim kerak-da do'stlar. Yangilar bor kanalimizda. Umuman bu saytlarda ishlamaganlar. Login bu saytda ro'yxatga o'tayotganda ismingizni kiritasiz-ku. Yukesh 11 yozdim men. Kodlaringiz xuddi o'sha login bo'ladi. Yoki email yoki login kiritishimiz kerak bo'ladi. Nimani so'rasa o'shani kiritamiz ertasi kuni. Keyin parol so'raydi. Parolni do'stlar, saytdan ro'yxatdan o'tgan vaqtimiz email pochtamizga tasdiqlash xabari jo'natildi-yu, o'sha bilan birgalikda bizga parol jo'natiladi. Saytni o'zi bizga parol beradi. O'sha parolni kopirovat qilib olib saytga kiritamiz do'stlar. Shu bilan hisobimizga kirib ketaveramiz. Keyin saytdan bir marta ro'yxatdan o'tishni tavsiya qilaman. Bitta qurilmangizdan bir marta ro'yxatdan o'tish kerak. Chunki saytdan avval o'zimni profilimni, o'zimni Telegramim bilan ro'yxatdan o'tib bo'lganman. Sizlarga ro'yxatdan o'tishni ko'rsatish uchun alohida telefon raqam sotib oldim do'stlar. Alohida Telegram ochdim unga. Chunki bitta qurilmadan, bitta saytdan bir marta ro'yxatdan o'tasiz va o'sha saytga avval onun saytiga ulangan Telegramni ulab bo'lmaydi. Yangi sayt ochasiz, yangi telefon raqam qo'shasiz saytga, ulaysiz, yangi Telegram olaysiz. Tushunarli? Xuddi o'shanday. Avval ro'yxatdan bu saytda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bemalol o'sha telefon raqamingiz bilan ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Men alohida sotib olganimning sababi, men avval ro'yxatdan o'tganman-da, avvalgi profilimda. Sizlarga ko'rsatib bera olmayman ro'yxatdan o'tishni. O'shaning uchun alohida telefon raqam sotib oldim, alohida yangi Telegram ochdim. Va alohida qurilmada ko'rsatib o'tyapman sizlarga ro'yxatdan o'tishni. Shu do'stlar. Endi davom etamiz. Do'stlar, endi profil bo'ldi, tasdiqlandi, Telegram tasdiqlandi, raqam tasdiqlandi, hammasi. Parol bo'limiga o'tamiz. Agar parolni o'zgartirmoqchi bo'lsak, mana bu yerdan eski parolimizni yozamiz. Bu ikkalasiga yangi parol yozib, saqlanib qilamiz. O'sha yangi parolimiz amal qiladi.
Adashmasam emailni ham tasdiqlashni so'raydi yangilasak. Agar yangilash shart emas bo'lsa turaveradi. Accounti bo'limiga o'tamiz. Mana telefon raqam подключен. Telegram подключен. Mana shu ikkalasi ulandi. Telefon raqami va Telegram. Ulanganlik belgisi. Agar telefon raqamingiz ulanmagan bo'lsa подключен chiqmaydi. Подключить chiqib turaveradi. Mana bu ulandi ikkalasi. Endi VKontaktni ham ulab qo'yishimiz kerak bo'ladi. VKontakte ijtimoiy tarmog'idan akkaunt ochib, uni ham ulab qo'yishimiz kerak. Ulamasak ham ishlasak bo'ladi, lekin ulab qo'ysak, VKontakt bilan bog'liq vazifalarni bajara olamiz. Bo'lmasam bajara olmaymiz ulamasak. Tushunarlimi? Buni ham ulab qo'yishimiz kerak. Xo'sh, opsiya bosamiz. Tegishim shart emas menimcha bu yerga. Testi. Ha, do'stlar. Bu yerda testlar bor. Test. Mana bu yerda siz topshirgan yoki topshirishingiz mumkin bo'lgan test topshiriqlar haqida ma'lumot. Bu testni topshirsak do'stlar, bizga murakkab zadaniyalar chiqib keladi. Bu shart emas. Xohlasangiz topshirib ko'rishingiz mumkin. Agar boshlab turib tugata olmasangiz, topshira olmasangiz ham buni zarari yo'q do'stlar. Agar testlarni topshirib to'liq javob bera olsalaringiz, test oson bo'lmaydi topshirish, lekin to'liq javob bera olsalaringiz вообще zo'r bo'ladi. Saytda qimmat va murakkab zadaniyalar chiqib keladi do'stlar. Tushunarli? Shu VKontaktni ham ulab ko'rsataymi? Do'stlar, endi pul chiqarishni ham ko'rsatib o'taman. Hali pul ishlaganimiz yo'q, lekin qayerdan chiqarib olishimiz mumkinligini ko'rsatib o'taman. Ustiga bosamiz. Xo'sh, moliya bo'limi bor. Moliya bo'limiga kiramiz. Вывести, ya'ni yechib olish. Ha do'stlar. Sberbank bank kartasi Rossiya banklari uchun faqat. Yumoneyga chiqarib olishimiz mumkin. Yumoneyni o'zimiz ochishimiz mumkin. Infinbankka, o'zimizdagi Infinbankka pasportingiz bilan borsangiz, Yumoney kошелек ochib verifikatsiya qilib beradi. Keyin Yumoneydan so'm qilib o'zimizni Uzcard yoki Humo kartamizga yechib olishimiz mumkin. Buni o'sha Infinbankdagilar aytadi o'zi. Bunga minimal chiqarish 100 rubl. 100 rubldan oshganidan keyin Yumoneyga chiqarib olishimiz mumkin. Xohlasak do'stlar, kriptovalyuta qilib chiqarib olishimiz mumkin. Eng qulay mana shunda bo'layman. Bankka ham borib o'tirmaysiz, kriptovalyutni kошелеклар, birjalar bo'lsa, bemalol o'sha kriptovalyuta qilib chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana shu yerdan. Keyin kriptovalyutani chiqarib, uni so'm qilib olish haqida ham videorolik bo'ladi albatta. Kanalda uzoqlashmaysizlar. Hammasi haqida videorolik bo'ladi. Bundan minimal chiqarish 300 rubl. 300 rubldan oshgandan keyin chiqarib olishingiz mumkin kriptovalyutaga. Tushunarli? Keyin do'stlar, mana bu ishlatishni bossak, mana kabinet bo'limiga o'tib olamiz. Bu yerda daromadimizni sarmoya orqali ko'paytirishga ham iloji bor do'stlar. Kabinet bo'limiga o'tamiz. Mana do'stlar. Urinimiz oshsa bizga ball beradi, urinimiz oshib, pulimiz ham oshadi. Endi sarmoya orqali ko'paytirish. Pro account. Podrobniy ustiga bosamiz. Mana do'stlar. Tarjima qilish bosamiz. Do'stlar, tarjima qilishni ham shu yerda ko'rsatib ketay. Mana brauzerni 3 ta nuqtasi bor. 3 ta nuqtaga bosamiz. Tarjima qilish bosamiz. O'zbek tiliga tarjima qilib beradi har qanday sayt. Agar o'zbekcha chiqmasa, bu yerda mana bu настройка belgisi turibdi-yu, zvezdichka. O'shaning ustiga bosamiz. Mana настройка belgisini bosamiz. Boshqa tillar bo'limini ustiga bosamiz. Mana shu yerda o'zbekchani tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Pastga tushaversak, o'zbekcha chiqib keladi. O'sha o'zbekchani ustiga bosib qo'yamiz, bo'ldi do'stlar. Har qanday saytni bizda o'zbekcha qilib beradi. Tushunarli? Saytlarda ishlashda imtiyozlar beradigan maxsus maqom.
Taxallusining boshqasi standart 25% o'rniga 45% hamkorlik dastur komissiyasi. Pro akkaunt sotib olsak, mana vazifalarni biz sortirovka qilib olishimiz mumkin bo'lar ekan. Sortirovka bo'limi ochilar ekan bizga. Pro akkaunt sotib olsak, yana boshqalarga nisbatan bizga 5 daqiqa oldin chiqar ekan yangi vazifalar. Keyin mana do'stlar, 220 rubl ekan oyiga. 3 oylikda birgalikda sotib olsak 160 rubldan, 176 rubldan. 1 yillikni sotib olsak oyiga 110 rubldan tushar ekan bizga. Xuddi shunday bu yerdan pro akkaunt sotib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bizga mana shu imkoniyatlar ochiladi sotib olsak. Tushunarli? Shunaqa qilib daromadimizni oshirishimiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yerda musobaqalar bor, moliya pul yechib olishni ko'rsatib o'tdim buni. Hamkorlik dasturi bor, sozlamalar profilini sozlab ko'rsatib o'tdim hammasini. Vazifalarni qidirish, shu yerdan vazifalarni bajaramiz. Vazifa bajarganimizdan keyin do'stlar, bu yerda vazifalarni bajaramiz u tekshiruvga o'tadi. Bajarib topshirdik, tekshiruvga o'tadi. Ular tekshirib ko'radi, vazifa bergan odam ko'radi. Unga vazifa haqiqatan to'g'ri bajargan bo'lsangiz sizga pul to'laydi. Srazu to'lov bo'lmaydi-da, tushunarli. Ularga ko'radi, haqiqatan vazifani to'g'ri bajargan bo'lsangiz keyin pul beradi. U tekshiruvda turganini qayoqdan ko'ramiz? Mana bu mening ishlarim bo'limidan ko'rishingiz mumkin. Jarayonda mana shu yerda ko'rsatib turadi. Jarayonda turibdi, ya'ni tekshiruvda turibdi. Tasdiqlab bo'lib sizga pul to'langani tasdiqlangan bo'limda chiqadi. Tugallanmagan, boshlab qo'ygansiz-ku, lekin hali tugamagansiz. Tugata olmagansiz. Ishingiz chiqib qoldi, bir vazifani bajarib tugatmasdan ishingiz chiqib qoldi, ketib qoldingiz. O'sha paytda qaytib kelasizda tugallanmagan bo'limini ustiga bosasiz. Shu yerda tugallanmagan vazifangizni tugatib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli? Menimcha hammasi to'liq tushunarli bo'ldi. Keyingi videoda do'stlar 20 daqiqa bo'ldi video bo'limiz. Keyingi videolarda xudo xolasa to'liq zadanyalar bajarib ko'rsatib beraman. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yingsizlar. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yingsizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yingsizlar. Savollar bo'lsa yoki fikrlar bo'lsa albatta kommentariyaga izohlaringizni kutaman. Shu keyingi videoroliklarda xudo xolasa kuzatib boringizlar kanalda. To'liq tushuntirib o'taman. Vazifalarni qanday bajaramiz? Hammasini ko'rsatib o'taman. Shu sayt manzili video ostida va kommentariyada. Barcha ishingizga omad, omadlaringiz bersin, salomat bo'lasizlar.